Agar ona doim norozi bo'lsa, farzand baxtli yashashi mumkinmi? Aytiladi-ku, ona rozi, Xudo rozida. Jannat onalar oyog'i ostida. Agar ona umuman hech qachon rozi bo'lmaydigan ona bo'lsa-chi, nima qilish kerak? O'lib bersangiz ham rozi bo'lmaydigan ona bo'lsa-chi? Исключать qilmaymiz, bunaqa insonlar bor. Va bu вообще ona yomon deganimi? Gap onani noroziligidanmi? Yo'q, gap onani noroziligida emas, baxtli bo'la olmasligingiz sababi onani noroziligida emas. Aynan shunaqa holatlarda. Ona agar adekvat reaksiya qilmasa, doim norozi bo'lsa, siz hamma harakatingizni qilsangiz, baxtli bo'la olmasangiz, bu norozilikda emas gap. Gap shundaki, onani noroziligi haliyam o'zingiz haqida xulosalar qilishga, qarorlar qilishga yoki hayotingizda qarorlar qilishga, o'zingizni qadrlash, yaxshi ko'rish yo yaxshi ko'rmasligingizga va butun hayotingizni boshqarishga ta'sir o'tkazib turgan bo'lsa-chi? Ya'ni siz oyingizni noroziligiga qarab turib дальше двигаться qilsangiz, harakat qilsangiz, mana shu joyda siz psixologически erkin emassiz va bu joyda baxtli bo'lishning imkoniyati yo'q. Yopiq quruqdasiz. Onani rozi qilishning imkoniyati yo'q. Dальше baxtli bo'lishning imkoniyati yo'q. Nima qilish kerak? Meni ichimda haliyam onamni baholashiga bog'liq ravishda yashayotgan bola bor va hayotimda qarorlarimni o'sha joydan turib, xuddi o'shanga aylanib turib qilaman. Qachonki katta odamligimni tan olib, katta odam bo'lib qarorlar qilishni o'rgansam, men baxtli bo'la olaman. Hatto onam norozi bo'lsa ham. Bu degani onamdan yuz o'girib ketaman, onam yomon, onamni ayblayman degani emas. O'sha joyda ham ona bilan chiroyli munosabatni davom ettirish mumkin. Va bu uchun nima qilish kerak? O'zimni mana shu состоянием, o'zimni mana shu qismim, o'zimni mana shu travmirованный qismim bilan ishlashimiz kerak. Nima taklif qila olaman? Travma kursi yaqinda boshlanadi. Pastda ma'lumot qoldiraman yoki shaxsiy terapiya, расстановка seans sizga bunda juda yaxshi yordam beradi.